o'tgan kuni jurnalistlar bilan anav qildim. Press konferensiya qildimda, 50 ta tashkilot chaqirishyapti, mashlar bilan savol javob qilamiz. Hammasini aytib yubordim. Mendan savol javob qilishyapti. Men javob beraman qilyapti. Bular hammasi men topshirig'imni bajargan. Nima savoling bo'lsa ber. 2,5 soat gapirdim. Savol berishga olmadi bittasi ham. Endi dedim qizil chiqmay qoladi dedim, endi bir ikkita savol berib qo'yinglar dedim bizlar. Shunday kichik savol berish kerakdi. So'zimni boshida aytib qo'ydim, kim turiblar. Men eshitib oldim, Toshkentdan kelmasa qatdan kelmasin. Men ishlaydigan hokimman dedim. Hamma yo'g'imni sog'lig'imni hamma yo'g'imni tutib qo'yib yuribman dedim. Menga kichik savol berishmagin dedim. Normal savol ber, normal gaplashamiz dedim. Agar dedim qitig'imga tegsa dedim, men qo'yib yuboraman dedim. Hatto gapiraveraman, ertaga dedim, hamma yo'q sizdan so'p ketadi. Normal savol odam bo'shab gaplashmayman bilan. Bu baribir ularniki anaqa qo'zib turadi-yu. Unda aylantirib ko'rdi bir ikkitasi. Tahsilot turib qo'ygandan keyin hech narsa yo'qmasdan yaqin borib boshqa familiya bilan bir narsani chiqaryapti. Erkakmiz, hezalak. O'zing nomingdan yoz. Menga Hasanboy kelib qatnashyapti nomimda. U yoqqa borib Hasanboy nomidan chiqarishyapti. Charchab tursam 5-6 odam qabulga turgan ekan. Qabul qilinglar dedim. Endi o'lar shalla qilib qildashibdi. Mana hozir shundaqa meyling kiyib o'tirishibdi, 15 ga qamatib qo'ygan. Hanginglar o'tiribdi? Kechagina marhamat ishli yig'ilish qilib chiqsam, tashqarida bittasi baqiryapti, yig'ilish qilyapman. Chiqsam 3 ta shalla, 5 ta, 2 tasi nogiron, 3 tasi raqa. Nogironga tegmadi, 3 onaga tiqib qo'ydim 15 ga. Mana marhamatlar bo'lsa, shundaqa jimjirib qoldi marhamatlar. Marhamatga kelgan yuragim bezilardi, 5-6 xotin dastidan. Tiqib qo'ydim olib. O'ziga aralashgan gapirdim, o'ziga zeb berdim. Shart hujjat qildim, olib ketib qo'ydim. Viloyat hokimiga, prezident vakiliga bir sassiq gapirganlik uchun. Davlat bor, xudoga shukr.